kelin bu nima qilingiz? Nimaga narsalaringizni yig'yapsiz? Oyimnikiga ketaman. O'g'lingiz bilan urushib qoldik. Aytmagan gaplari qolmadi. Bular meni yaxshi ko'rmaydilar, oyijon. Ketaman desam, ketsang qaytmagin deb aytdilar. Sodda kelinima. O'g'lim sizni yaxshi ko'rgani uchun ham shu gaplarni gapirgan. Qanaqasiga? Yaxshi ko'rsalar shunaqa uyda haydaydilarmi? Qani, bu yoqqa o'tiringchi. Sizga gapirib beradigan gaplarim bor. O'tiring. Shuncha yillik tajribamdan shuni xulosa qildimki, erkak kishi ketsang qaytma degani ketishingni xohlamayman degani. Baqirib tortishgani, sevgani. O'zlari nohaq gapirdilar-da, oyijon. Hali u narsani, hali bu narsani bahona qilib urishadilar. Erkak kishi nohaqmi, haqmi tortishmang. Erkak kishi bilan barobar kelish xato. Sizdan battar ko'ngli qoladi. Ba'zan ko'chadan asabiy bo'lib kelib, hamma zaharlarini menga sochadilar. Oilamni boqaman deb ishlab, necha kishi bilan murosa qilib, uyga charchab uyga kirib keladi. Unga avvalo shirin ovqat bilan shirin so'z, e'tibor kerak. Tinchib, asablari o'z joyiga kelganda bemalol gaplashib olishingiz ham mumkin bo'ladi. Meni juda ham ko'p xafa qiladilar. Erkak kishi ayol kishini bexos xafa qilib qo'yishi mumkin, lekin birovga xafa qildirib qo'ymaydi. Men ham uyda bolalar bilan o'tirib charchayman, asabiylashaman, lekin ular bilan urush janjal boshlamayman-ku. Turmush shunday bolam. Kelinlik uyning 3 devori zahar, bir devori shakar bo'ladi. Shakarni topgach, zaharga duch kelasiz. Ayol kishi har vaziyatda og'irroq, sabrliroq bo'lsa, hammasi yaxshi bo'ladi. Assalomu alaykum, yaxshi keldingizmi? Va alaykum assalom. Onasi, meni tabriklasang bo'ladi. Lavozimni ko'tarishdi. Voy, rostdan. Bunga sen onam sababchi, onamning duolari, seni mehnating sabab. Nega unaqa deysiz? Men hech narsa qilganim yo'q. Nima degani? Meni har doim jahlimni ko'tardingmi? Ko'tarding. Urush janjallarimga chidadingmi? Chidading, bolalarimga qarading. Uyim xotirjam, ishda ham xotirjam ishladim. Mana lavozimni ko'tarishdi. Shunga bordi, hayhaylayinki, oyimga ham aytdi, chiroyli kiyim chiqinglar. Restoran gaplashib qolganman. Lavozimimni yuvamiz. Xullas, kechir, baqirganlarim uchun kechir. Chiqib ketamiz. Ha. Bo'pti. Ayjon,